Bu videoda sizlar bilan activation functionlar haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni activation function o'zi nima va neural networksdagi uning o'rni bilan tanishib olamiz. Oldingi videoda sizlar bilan quyidagicha neural networksni outputini hisoblashni o'rgandik. Ya'ni quyidagi formula bilan biz har bir kiruvchi ma'lumot va weightlarni ko'paytirgan holatimizda biz uning outputini hisobladik. Endi activation functionni o'rganyapmiz. Ya'ni activation function asosiy vazifasi bu yerda ayrim inputlar, ya'ni nodelar bo'lishi mumkin. Ya'ni nodelarning qiymatlarini keyingi layerga, ya'ni keyingi nodega uzatayotganda kerakli va kerakmasga yoki bir chiziqli turdan ikkinchi turga, ya'ni non-linear deb ataymiz, shu turga o'tkazish uchun kerak bo'ladi. Endi eshitayotganingizdek eshitilishi qiyin bo'lishi mumkin, ya'ni nazariy har doim ham qiyin bo'ladi. Shu uchun sizlarga Colab tayyorlab qo'yganman. Ya'ni Colabdagi misol bilan yanada aniqroq tushunib olishga harakat qilamiz. Deylik, bizda ikkita klass bor, ya'ni qizillar va ko'klar deb tasavvur qilamiz va hayotda ham har doim bunday misollar bo'lavermaydi. Ya'ni ko'rib turganingizda bunchalik sodda misol bo'lmaydi. Ya'ni qizil bilan ko'kni ajratib berdi, oddiy chiziq bilan ajratib qo'ya oladigan imkoniyatli dataset bo'lmaydi va bunday masala ham bo'lmaydi. Buni oddiy sodda machine learning yoki deylik oddiy formulalar bilan ham yechishimiz mumkin. Lekin deylik mana bunday ko'rinishdagi yoki yana bitta klass qo'shamiz, mana bunaqa ko'rinishdagi muammolarni yechish hayotda ham har doim oson bo'lmaydi. Shu sababli bizga activation function kerak bo'ladi. Ya'ni oddiy chiziqli misollarni activation yordamida not linear, ya'ni chiziqmas ko'rinishdagi misollarni yechib biz xohlayotgan outputimizni olishimiz mumkin bo'ladi. Endi kelinglar hayotda ko'p uchraydigan activation functionlar bilan tanishib olamiz. Ya'ni bu yerda ko'rib turganingizdek eng asosiylardan birlari bu ReLU, sigmoid va tangens hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek formulalar keltirilgan va ularning o'zini graflarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda vazifasi nima deydigan bo'lsak, biz mana bu yerda outputni hisobladik va outputdan chiqqan natijani bu yerga qo'yadigan bo'lsak, masalan 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, demak uning qiymati 0 dan katta o'sha qiymatga teng bo'ladi. Ya'ni 1 bo'lishi mumkin, 7 bo'lishi mumkin va hokazo. Va sigmoidning formulasi quyidagicha, ko'rib turganingizdek exponential function hisoblangan bu yerda va tangensni ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni chiziqli non-linear deb ataladi bu. Ko'rib turganingizdek sizlar bilan activation function bilan tanishib oldik va uning asosiy vazifalarini bilib oldik. Endi sizlar amalda PyTorch va TensorFlow kutubxonasi yordamida qo'llab ko'rishingiz mumkin bo'ladi.